5 ta. 5 ta. Shunaqa Qayratga ulanmi, boshqasiga lo'li kapaga urmaymizmi? Men maqtana olaman. 5 turgandan keyin maqtanish kerak. Qayratga молодец, lekin bizni bog'lar haligi kungi 5 ta uchun jicha qasoschami, bir narsa o'ynatib berishdi-da endi o'zlaricha. Mbappe 3 turdi. Mbappe 3 turdi. Mbappeda 2 ta o'yinda 5 turibdi. Ikkinchi 5 shu uchun. Albatta, bu Toshbaqa ham qattiq o'ynayapti. O'zi bir sezonni boshidan beri bir 27 tacha bo'lib qoldi goli. Nechta uraverar ekan bu sezon deb hayron qolyapman. Rodrigo jicha ko'proq o'ynash kerak deb tuyulmayaptimi sizlarga? Menga shunaqa tuyulyapti. Jicha sal ko'proq o'ynash kerak deb tuyulyapti baribir. Arda Güler ham yaxshi joy-joyiga tushyapti. Mbappeda endi aytmasam tepgani gol urardi. Ammo bitta to'po'rak oshnangiz bo'lgani yaxshi-da oldingizda. Aytyapti, oshna o'tgan hafta haligi Jelo ham birinchi Qozog'istonga kelib, keyin bu yoqqa keluvdi. Real ham bu hafta keladimi Toshkentga deydi. Yo'q, Namanganga, Navbahorga kelar ekan. Bir biletlar surishtirib baqchi deb ishga solib qo'ydim.